Kamol bunda turgan, ham bunda opchimoqchi bo'lgan. Eri va qaynagachisini yo'qotmoqchi bo'lgan kelin degan Abloshga. To'g'ri boraman yoki mamnaqasiga boraman. Qarigan chog'imda shunchasini kelayapti. Qiyinchilik ko'rmaganda bu. Tamam. 1 2 3. Dön. Siz Yok hepsini dön. Hepsini. hammasini ekan Zarifa. Hepsini. Bizdan kelin topaylik. Kelmaganda bilmaydi kelinimiz. Bizda keyingi kun Galataga boramiz. Boladan so'raychi. Ana mana bu afetarsiniz deb boshladi. Avvalo yo'l qarashyapti. Keyin o'zim yo'l ko'rsataman sizlarga deyapti. Bugungi kunimiz mavzusi qaynagachisini adashtirmoqchi bo'lgan kelin. Eri ham bor. Eri va qaynagachisini yo'qotmoqchi bo'lgan kelin degan Abloshga. Yo'limizda qora mushuk emas, demak bugun kunimiz onamni ketdik. Boshqa yo bugun mushuklar baqaloq. Ketamiz. Bu havo bulut. Xullas bugun Zarifa aytgan yo'ldan yuramiz. Qanaqa his qilyapsiz Zarifa? O'rmonga borib adashtirib keladi-yu. Shunaqa adashtirmoqchimisiz sizani? Yo'q, ne adashtiraman. Adashtirmaysizmi? To'g'ri boraman yoki mamnaqasiga boraman. Ana, eshitdingmi? Xotiningni. Mahbus. Qanaqa his qilyapsan o'zingni? Bu yaxshi hisobda, qadar o'zim yaxshi his qilyapman. Va mamushun. Yo, zo'r his qilaman, maza qilaman. Mushu. Yaxshi, maza qildim. Bugun ham maza qilaman. Men xohlagan. O'zbekiston Toshkentda. Yo, o'zimizniki yaxshi baribir. O'zbekiston yaxshi. Taksilari komfort keladi, birpasda eshigimizdan tagiga keladi. Biz hozir bo'tga taksi chaqirsak, ikkita ko'cha nariga keladi. Chunki ko'chalari juda ham tor. Endi o'zimizdan mastavalamasdik. Ne keldi? Mastava. Manmi? Endi ko'rdim-da bir Turkiyani ham. Yo, yaxshi. O'zimizni mastavaladan kechib keldim deng. Ha. Yaxshi. O'zbeklar juda ko'p. Narx-navo. Yo, bizda yaxshiroq ekan. Ha. Narxlar o'zimizda yaxshi. Endi hamma joyda narx bir xil. Puling bo'lsa, yashaysan. Kerak yo'q. Turk kinolaridan gapir, foyda bo'ldimi? Конечно. Kino ko'rganing. Конечно, voy. Bizga reklama berishdi. Bosforga. Bosforga borishimiz kerak. $5. Bos, mana ushlab endi meni olib tur. Qo'lingni qara. Las bugun biza Galataga ketyapmiz, kelin olib ketyapti bizani. Kecha olib ketdingsan. Kecha olib ketmadim. Hozir men so'rab keldim tramvayda. Tramvayda deb men so'rab keldim. Sen bizani so'rovchimizsan, borib afitarmisan deb so'rab kelding. Salommi? Ana qani? Osmonli atar ekan. Bosforga bugun boramizmi? Bugun kechqurun chiroyli qiz bo'lib borish kerak. Do'stlarimiz, qani? Uni gaplash. Chiroyli kiyim bo'lish kerak uning uchun. Sanjo. Olamiz. Ana, dedi ko'tarolmaydi. Chiroyli kiyimlar olib bugun Bosforga ham boramiz. Ham taqadiganlar bor ekan. Rejissyorlar yaxshi ko'rishadi bular, tabiiy toshlarni, taqinchoqlarni yaxshi ko'rishadi. Shu mahallada turib bitta madoga kirmadik deyman shunda. Peshkom yurasan dedi. Ammo yana bizani adashtirmoqchi. Kelin qayerda tushamiz? Karakoyda tushamiz. Karakoyda tushamiz. Hali Karakoyda video olaman. Agar adashtirmoqchi bo'lsangiz bizani ko'rasiz. Karakoyda tushamiz. Ha, ani bola Karakoyda tushasizlar dedi. Ular bizani aldavyapti. Qarab turinglar. Hozir Karakoyda Galata yo'q bo'ladi. Hozir qarab turinglar, keyingi video qo'yaman. Galata to'g'ri. Boraylikchi. Ko'p yuramizda, ko'p yuramiz. Tramvayda hali ham ketishda davom etyapmiz. Ular to'g'ri tanlov qilishganmi yo'qmi? Borganda ko'ramiz. Chempirli tosh. Chamdakli tosh. Tramvay necha pul ekan, Jamshid?
50 liralik. So'mda nechi pul? So'mda nechi pul bo'ladi? 50 ming, 12 yarim. 12,5. 10 barobar. 50 lirayı so'rabdi yani. Mashitda tushamiz deyapti bular. Galata Mamyoda. Bundan keyingisi. Qandoq qilib o'ylayapsizlar mashitga borishni? Şuradan 32 liraya. Keling. Men bilmayman. Voy, mikrofon bugun sizda. Mana biz Qarafoyda tushdik. Endi keling yo'lboshning nega oxiriga o'tib oldingiz? Voy, mana o'zbeklarda ham yaxshi kelinlar borligini ko'rsataylik. Aldamasdan yo'lni to'g'ri ko'rsatib adashtirmaydigan kelinlarni ko'rsataman bugun sizlarga. Qayerga yuramiz, Zarifa? Hamma Galatami? Orqasidagi? Yo'q, Galata emas. Naqanuni Galatasi? Qaranglar, yo'lini qaranglar. Endi tepaliqqa chiqamiz. Yo'l ko'rsatadigan kelin oxirida qolib ketdi. Endi shu ketishda mana shunaqa tepaga chiqamiz. Mana shunaqa. Opajon, Qaragan chog'imizda shu zinalar kerakmanda. tepasigacha tilinglar olsalar, oxirida ko'rsataman. Oxirgizini. Şalani, tutani ishlar qilib oladi. Zarifa, qalay chiqdingiz? Qaragan chog'imda shuncha zina kerakmanda. Qiyinchilik ko'rmaganda bu. Aman bo'ng'ini qarang Yaxshi chiroyligini. tepa. Ay shunaqa zinalar bilan kurashib yashayman. Uylarni bo'yashga qiziqadim bular. Shularni Yana tepaliq bormi? Shahar imijida bu. Shu atrofda. Tepalik qurilgan-ku ana port. Galata. Eng tepada bu. Endi mashitda rasm olaman. Mana qarang, Galataga kelib bo'lmiz. Aldamabsiz kelin. Anaqa video olaman. chiqishga o'chirma. Galataga ham keldik. Tepasiga chiqaradimi? Biz boshqa joydan chiqamiz. Mana bu o'chirtda Galataga kirmaymiz deb biz Ovanani Mahfuz opa. boshqa joydan chiqamiz. Ketib qolishdi. Qarang. O'zbekligimizdan sirasi bo'lsa-da. O'zbekligimizdan sirasi bo'lsa-da. Adasi, bu Galata. Voy nimaligini bilmagan ekanman. Bu Galatami bu? Bitta pastda tomol bunda turgan, ham bunda opchimoqchi bo'lgan. Shunaqa video olamiz. Qanaqa faqat opchisan? O'rtirib opchisan? Mana shu studiya sakring. Javoqni bilan saksanaman. $5 Zarifa sakring. Ja unaqa opchiolmaydi. Bo'yi past bu sakra olmaydi. Ay chiqib, baranga. Endi fotosessiya qilaman, shunaqa qilib turinglar. O'tkazib o'tirib olaman. Zarifa, Galata yoqdimi? Qanaqa tasavvur qiluvdingiz? Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa ekanmi? Ha, xuddi shunaqa ekan. Biriga bir. Kelaman deb o'ylovmidingiz? Yo'q, o'ylamadim. Ko'rdingiz, bizga kelin bo'lsa shunaqa joylarda yurasiz. Ha, rahmat. Ketdi. Galata hozir San Sebastianlarning narxini ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda laftirik bular aytibdilar $45 ekan. Deyaptilar, mana $50 bo'lsa ham Galatani oldida San Sebastian yeymiz. 200 $250 bo'ladi. Mayli. Narxlarni ko'rsataman sizlarga. Mashitdan uzoq chiroyli qanday yaqinidan ko'ra. Mahfuz Nihonni kafesini qidiryapti. Qatta qidiryapti. O'sha atrofda Menyu so'rasak bo'ladi. Bu Galatada San Sebastian yeymiz hozir. Hop, mikrofonimni. Merhabalar. Bak.
Sizlarga savol beraman. Navbatda tasavvur qilganingdek ekanmi? Ha, undan chiroyli. Undan chiroyli. Qachonchilar? Birda ochilar ekan u. Birdan 11gacha shunaqa ekan, birda ochilar ekan. Birgacha sal u yoq bu yoq qilsak 11 bo'ldi. Nahonni kafesiga. Muhonni o'zi nima qilib kafesi? Biz kinolar ko'ramiz-da. Muhonni kafesi to'g'risida, muhonni o'zi bo'lsa, kamol bo'lmasa nima keragi bor o'zi? Bak kimlarni qo'yganman? Ya, endi u tarixiy joy farqi bor. O. Kelganman oldin. Qorda aylanganmiz. San Sebastian bizankidancha qimmat bizanikidan. 550 ekan. Bizaniki 50 100 250 mingga 200 mingdan oshyapti-da, 200 mingdan oshadi. 200 mingdan oshmaydi. 100 150 mingdan oshyapti-da, 150 mingga boradi, shunaqa qimmat emas. Mana bu akamiz. Mana buni chiroyli rasm videoga olib qo'yapti. Havo ham rosa zo'r. Rasm videolar zo'r chiqadi mana havoda. Zarifa. Maslama olib qo'yaman. Xafa Chechenka bor ekan, chechenka. Chechenka ham shu ekan. Sen olib qo'ylar. Ha, o'tkazdi. Toshkentga tushmagan bitta rasmga tushib. Kimma? Hali ham tushishda davom etyaptilar. O'rganib ol, bizani ham olasan shunaqa. Mana shu bolani kafesiga kelsanglar, mana o'zi rasmga olib qo'yar ekan mana. Roz Rapilon. Zarifa endi rasmga tushib bilar ekan, ha? Shunday chiroyli xotining bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Odam ko'proq. Erman trendda bo'lib ketdilar. Borarkansan sana. Bo'laqa kelin chaqiryapti-da, shunaqa qilib. Biz reklama qilib beramiz, mana yaxshi bola ekan shu. Kameraga qararkansan. Kamera. Kul. Oyliging chiqdi bugun, kul. Oylik chiqsam bo'lmaydi. Ha? Nimada qilsam bo'ladi? Tamam. 1 2 3 4. O'tgansiz. Yo'q, hepsini de, hepsini. Hammasini tut, hammasini ekan Zarifa. Hepsini. Bizdan kelinimiz nojoylik kelmaganda bilmaydi kelinimiz. Endi ye. Nijni ye. Молодец, mobil guruh ekan. Bitta video necha pul turadi bilasizlar? Shokolada. Bir xil u yoq bilan. Sayqalda xuddi shunaqa San Sebastian qiladi. Yo'q, bir xil. Anaqa. Biz hozir Taksim ko'chasidan kelyapmiz, Galatadan. Endi men bilan yana talashishyapti. Hozir mikrofon bering. Jamshid. Kim bizani adashtirmoqchi bo'ldi? Hozir yana. Manmi? O, Sanmi? 17 Pro Max'ga ishonmagan. 14 ham to'g'ri aytadi. 14 to'g'ri aytadi. Tashkilamiz. Sen yo'q. Ishonasizlar mana shu gapga? 14 to'g'ri aytadi, 14. Nima aytadi? Men 17 yaxshi o'ziga. siyosiy o'yinlaringizga aralashmayman. Aldayapsizlar, Arda. Zarifa, Do'lma bag'chiga ketyapmizmi? Qayerda ko'rgansiz Do'lma bag'chini?
Nimaga Dolmabahçega boramiz dedingiz? Saroyi juda ham chiroyli. Bitta Abdulhamidxonning saroyi bor. Uni siz aytdingiz. Abdulhamidxonni serialini ko'ramanman haligacha. Ha, serial ko'rasizmi? 90-yildir seriyasiga kelganman. Ular yoqqa o'tib ketishdi. Ketdi borganini ko'rsatamiz degan Dolmabahçeni. Biz Dolmabahçega yetib keldik. Mana bu yerdan kirdik. Chiroyli joylari bor. Endi ichkariga kiramiz, aylanamiz. Zaryadkam yetmasa shu joyda video tugaydi. Chiroyli joylari bor. Ichkarida ham muzeylari bor. Bilasizmi, Dolmabahçe haqida kino ko'rmaganmisan? Yo'q. Bunaqa serialni ko'rmagansan? Yo'q, menga serial. Bunaqa serial ko'rmagansan, qiziq emas. Zarifaga qiziq ekan bu. Ber mikrofonni. O'ta kiyim beradi. Zarifa. Zarifa. Men mikrofonni shay. Zarifa, qarang. Yo'l emas. Dolmabahçe bilan Yildiz saroy 2000 ekan. Ilk so'mda perevod qilib olinglar o'zinglar. Qarang. Bu saroyda nima bor o'zi bilasizmi? Kino ko'rgan ekansiz. Yildiz saroyi Abdulhamidxonning uyi. Ishlaydigan saroyi hisoblanadi. Ofisi ham. Ofisi ham o'sha yerda joylashgan. Shu